Yangi tug'ilgan chaqaloq shamollashi har qanday ota-onani va buvi-dodalarni judayam qo'rqitib yuboradi. Axir u endigina tug'ilgan, jajjigina, mittigina va uni organizmida qanday jarayonlar kechayotganini, qayeri og'riyotganini sizga aytolmaydi, tushuntira olmaydi va albatta sizda qo'rquv paydo bo'ladi. Va agarda biz yangi tug'ilgan chaqalog'imizni shamollaganini aniqlagan bo'lsak, birinchi qiladigan ishimiz bu imkonimiz darajasida xotirjam bo'lish. Nima uchun aynan xotirjam bo'lish? Chunki agarda siz xotirjam bo'lmasangiz, sizning bu holatingiz farzandingizga o'tishni boshlaydi. Tasavvur qiling, u ilk bora hayotida shamolladi va u o'zida bo'layotgan jarayonlarni tushuna olmaydi. Misol uchun burni bitgan yokida unda yo'tal boshlangan yokida burni to'lib qolmoqda va u nafas ola olmayapti. Unda qo'rquv kuchayib ketadi. Nega hozir nafas ola olmayapman? Nima ekan bu deb. O'zi bu dunyoga endigina keldiki, o'zi bu dunyoga hali moslashib ham ulgurgani yo'q. Har kuni bitta yangilik. Uni ustiga onasi bir oldida bo'ladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Qaytib kelmasachi degan qo'rquvlari yetarlicha edi. Endi bu narsalarga yana bu ham qo'shildi. Va bunday holatda onaning xotirjam turishi chaqaloqqa faqat yordam beradi. Agarda onaning xavotiri bu paytda yuqori bo'lsa, uning qo'rquvlari yanada kuchayib ketadi. Shuning uchun bilaman, bu qo'rqinchli, axir o'zi chaqaloq, lekin baribir imkoningiz darajasida tushungan holatingizda xotirjamroq bo'lishga harakat qiling. Nega xotirjamroq bo'lishga imkoningiz bor? Birinchi navbatda siz qayerdadir tog'da uchida yashamaysiz. Hattoki qishloqda yashasangiz ham hech bo'lmasam 1 soat uzoqlikda atrofingizda qandaydir shifoxona bor va siz bora olasiz. Xo'p, agarda avtoulovingiz bo'lmasa ham yo qo'shningizni chaqirib yoki biron bir tanishingizni chaqirib, hozir hattoki chekka qishloqlardan ham hammani qo'lida telefonlar bor, smartfonlar bor, texnologiyalar hamma yerga yetib borgan. Demak, siz imkoningiz darajasida tezlik bilan tibbiy yordam ola olasiz. Shuning uchun, xo'p, nima qadam qilaman? Birinchi navbatda xotirjamlanib olamiz. Tushundim, bolam shamolladi. Bildim, palonchi pistonchidan yuqdi. Xo'p, endi nima qilaman? Ya'ni, voy bolam shamollab qoldi. Endi nima bo'lar ekan? Bu umuman to'g'ri pozitsiya emas. Siz unutmang, siz onasiz yoki ota-onasiz. Bunday holatlarda muammo bor. Xo'p, muammoni ko'rdik. Endi uni hal qilish yo'llari deb turib, ko'zingiz oldingizga A plan, B plan va hokazo qilib o'zingizga taxminiy qandaydir reja tuzib olasizda. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi navbatda oilaviy poliklinikani shifokor chaqirishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda o'zimiz atrofimizda bolalar kasalxonasi bor, istalgan shifoxonaga yoki dislokatsiya bo'yicha olib boramiz. Yokida juda ham qo'rqsangiz tez tibbiy yordamni chaqirish to'g'ri emas. Endi juda qo'rqsangiz uni ham amalga oshirsak bo'ladi. Tez tibbiy yordam endi boshqacharoq holatlarga chaqiriladi. Xo'p, tushunib oldik. Davoda eng birinchi qiladiganimiz bu xotirjamlik. Yana ham tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun bitta narsani qo'shaman. Tasavvur qiling, siz biron bir hech qachon bormagan mamlakatga bordingiz. Turistik sayohatga bordingiz va u yerda faqatgina siz oldingizda biron bir gid bor. Siz u mamlakat juda chiroyli bo'lsa-da, juda ham tabiati go'zal yoki o'ta zamonaviy rivojlangan, endi sizni nima qiziqtirsa-da, o'sha sizga yoqadigan qaysidir ko'rsatkichlari bir juda chiroyli va yoqimli bo'lsa-da, siz o'tdagi odamlarni tanimaysiz, ularni tilini tushunmaysiz, pul birligida tushunmaysizda, farqiga bormaysiz. Qanday qilib uni o'zingizni pulingizga chaqishni bilmayapsiz. Lekin gidingiz bor va u sizga hamma joyini ko'rsatadi, olib boradi, tarjima qilib beradi, hammasi zo'r. Va shunday paytda hamma narsa yaxshi edi, sizlar aylanib yurdinglar, bu bunday bino, bu bunday bino, bunaqa tarixi bor, bu bunaqa joy deb hamma narsani tushuntirib beruvdi, hammasi zo'r edi. Bir mahal u qanaqadir xavotirga tushib qoldi. Bu joyga ovqatlangani
bordinglar taomlangani va u qandaydir xavotirda, qo'rquvda va tez bo'linglar, ketamiz. U qandaydir harakatlari qo'rqinchliroq bo'lib qoldi. Voy, yomon joyga kelib qoldikmikin? Hujjatlarimizni olib qo'yisharmikin? O'zimizni o'g'irlab ketisharmikin? Hozirgi shu 21-asrda ham hali ham qulliklar borku, odam o'g'irlashlar bor. Hayolingizga mingta narsa keladi. Nega? Chunki siz emotsional nuqtai nazardan mana shu gidingizga bog'lanib bo'ldingiz. Sizni farzandingizda oldidagi sizni rolingiz ham taxminan shunaqa. Ya'ni siz unga bu dunyodagi gidsiz. Bu dunyo unga chiroyli, yorqin, qiziqarli ko'rinsa-da, u bu bilan hali 100% tanish emas. Unda qo'rquvlari bor va u shamollagan holatida sizni bunday holatingiz yaxshi emasligini ko'rsa battar qo'rqadi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishingiz onaman yoki otaman va birinchi navbatda xotirjam bo'lishim kerak, tinchlanib olishim kerak va keyingi xatti-harakatlarimni nima qilishimni rejalashtirib olishim kerak. Davoda birinchisi mana shu bo'ladi. Keyingisi, agar siz emizikli bo'lsangiz, bu sizning baxtingiz, chunki ona sutida sun'iy aralashmalardan farqli o'laroq sizdagi bor immunitet sutingizga ham o'tadi va bolajoningizni himoya qila oladi. Hattoki uyingizda qandaydir infeksiya bor bo'lsa-da, o'sha infeksiyaga qarshi, ya'ni kimdir shamollagan bo'lsa-da, o'sha infeksiyaga qarshi sizning organizmingizda o'shalarga qarshi immunitet hosil bo'lishi boshlaydi. Ya'ni u maxsus, spetsifik immunitet hosil bo'ladi va o'sha immunitet darrov o'sha zahotiyu sutingiz orqali bolajonga o'tadi va bolajonni himoya qilishni boshlaydi. Umuman olganda, dunyodagi eng davosi qiyin bo'lgan bemorlar bu onkologik kasallar. Bu hech kimga sir emas va shu onkologik kasallarni davosi uchun ishlatiladigan unikal dori vositasi bor va o'sha dori vosita ayollarning ona sutidan olinadi va bu vositani narxi qancha deb o'ylaysiz? Bitta ampulasini narxi 1 emas, 2 emas, $3000 tashkil qiladi. Tasavvur qiling, sizda u tomonda $3000, bu tomonda $3000, $6000 doringiz bor va ancha buncha odam yugurib borib dorixonadan buncha pulli dorini yugurib olib kelib ola olmaydi, lekin u sizda bor. Shuning uchun agarda siz emizikli bo'lsangiz, bu siz ona bola juftligingiz uchun haqiqiy baxt, chunki siz sutingiz orqali farzandingizni davolashni boshlaysiz va ko'p holatlarda o'zi shunaqa bo'ladi. Avvaliga bolajon shamollaydi, ona yoki umuman shamollamaydi yoki ona shamollaydi, bolaga esa yuqmaydi. Nega? Chunki onaning immuniteti suti orqali bolaga o'tib turadi va uni himoya qiladi. Bu haqiqiy baxt. Xo'p, agarda siz emizikli bo'lmasangiz, bunda ham juda ham qattiq qayg'urmang, chunki sun'iy aralashmalarda immun moddalar bo'lmasa-da ham, lekin unda oqsil, yog', uglevodlar, eng kerakli bo'lgan vitamin va makro mikronutriyentlar mujassam bo'lgan sun'iy aralashmalarni bugungi kunda osmolyalligi va osmolyarligi ona sutiga ancha yaqinlashtirilgan va bolaga kerakli resurslarni berib tursak, u o'zini imkoni darajasida himoya qilishni boshlaydi. Va undan tashqari boshqa videolarimda bu haqda aytib o'tganman. Siz homiladorligingizni oxirgi oylarida farzandingizga zaxira qilib o'z immunitetingiz bilan bo'lishgansiz va o'sha zaxira immunitet u tug'ilganida ilk 6 oydan 9 oygacha bo'lgan davrda uni himoya qilib turadi. Xo'p, buni bilib oldik. Xo'p, endi nima qilamiz? Agarda uyimizda shamollagan inson borligini bilsak, chaqalog'imizda ham shamollash alomatlari paydo bo'lganini tushunsak, zudlik bilan uni qolganlardan izolyatsiya qilishni boshlaymiz. Bu eng muhimi. Undan keyingisi, biz
uydagi havoni tez shamollatib turamiz. Chunki yopiq joyda kasallikni chaqiruvchisi tez ko'payadi va bolani ichiga har nafas olganda kattaroq dozada kirishni boshlaydi. Shuning uchun uyni havosini tez shamollatishni boshlaymiz. O'zingiz ko'proq suv ichishni boshlaysiz, lekin bolajoningizga suv chaqaloqlik paytida qo'shimcha qilib bera olmaysiz. Faqatgina tez emizishni davom etishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin demak umumiy oilaviy poliklinikani shifokor chaqirsak bo'ladi yoki o'zimiz borib bitta ko'rsatib kelsak ham bo'ladi. Xo'p, sizlarga hozir aytib beradigan eng muhim narsa bu qanday holatlarda biz bolajonni zudlik bilan shifoxonaga olib borishimiz kerak. Bizda 3 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda 3 ta Y degan belgi bor. Ya'ni 3 ta yomon degani. Qanday bu belgilar? Ko'rinishi yomon, bolaning ko'rinishi yomon, emishi yomon va uyqusi yomon. Ya'ni 3 ta yomon birgalikda kelsa, bu siz aslo hech kimda internetga kirib olib, sizni yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan shifokoringizga "Meni bolam shamollab qoldi, men bunaqa bo'lyapti, nima qilay?" deb yozmaysiz. Kimdandir onlayn konsultatsiya olmaysiz, chunki shamollash bo'yicha o'zimga onlayn konsultatsiya berasizmi deb ko'p yozishadi. Hattoki xususiy shifoxonaga ham borib o'tirmaysiz balkim. Siz statsionar, ya'ni yotib davolansa bo'ladigan shifoxonaga to'g'ri borganingiz to'g'riroq bo'ladi. Chunki bu 3 ta belgi birga kelsa, bolaga zudlik bilan tibbiy yordam kerakligini bildirayotgan bo'ladi. Xo'p, agarda har birini hozir alohida tushuntirib beraman. Agarda bu 3 ta belgi birgalikda kelmasa, shunchaki uyqusi yomon yoki shunchaki emishi yaxshi emas yoki faqatgina ko'rinishi sizga yoqmayotgan bo'lsa, bu 3 ta Y'ni anglatmaydi. Unda biz sababini boshqa joydan qidiramiz. Mana shu 3 ta belgi birgalikda kelganda biz zudlik bilan chaqaloqlar patologiyasi bo'limi bor yoki hech bo'lmasam bolalar bo'limi bor shifoxonaga bolajonni olib borishimiz kerak va bunday holatlarda tez tibbiy yordamni chaqirishimiz arziydigan holat. Xo'p, nima degani? Emishi yomon. Emishi yomon deganda u emmay qo'yishi hoynahoy bo'ladi yoki umuman ko'krakni qo'yib yubormasdan emishi. Lekin ko'proq ko'krakni rad etishi kuzatiladi. Xo'p, nima degani? Uyqusi yomon yoki bola umuman uyg'onmasdan uxlayapti, ya'ni uni holati hushi aniq emas, hushi noaniq, ya'ni saparoz holat deyishimiz mumkin. Uyquda, lekin uyqusi qanaqadir tabiiy emas. Yokida umuman uxlamayapti. Mana 2 sutka bo'ldi, 2 kun bo'ldi, 3 kun bo'ldi, bola uxlamayapti. Umuman uxlagani yo'q-da. Chirillab yig'layotgan bo'lishi mumkin yoki yig'lamasa ham uxlamayotgan bo'lishi mumkin. Demak, uyqusi yomon. Keyingisi ko'rinishi yomon. Ko'rinishi yomon deganda buni ona hal qiladi, ona bila oladi. Ya'ni u har kuni 24 soat parvarish qilayotgan bolasi nimasidir boshqacha. Buni ona o'zi biladi. Bolam bugun boshqacha. O'zi shikoyati ham shunday bo'ladi. Keladi, nimaligini bilmayapman, bolam bugun boshqacha. Ko'rinishi yaxshi emas, ko'rinishi yomon degan shikoyatni beradi va shifokorlar deydi. Bitta yomon belgi уже bizda bor dedi. Sirazu boshqa yomon belgilarni qidirishni boshladi. Demak, bilib oldik, agarda siz 3 oygacha bo'lgan chaqalog'ingizda 3 ta Y belgisini ko'rgan bo'lsangiz, zudlik bilan bolani shifoxonaga olib borishingiz kerak bo'ladi. Shamollash mavzusi juda ham katta mavzu va juda ham keng va buni juda ham uzoq gapirish kerak. Va agarda sizda 3 oydan kattaroq farzand bo'lsa va umuman olganda shamollashdan oson tuzalish yo'llarini bilib olishni xohlasangiz, bizda salkam 8 soatli shamollashdan oson tuzalish deb nomlangan vebinarimiz bor va agarda siz mana shu vebinarda qatnashishni xohlasangiz, video ostidagi havoladan o'ting va shamollash degan so'zini yozing. Albatta sizga bu vebinar haqida ma'lumot beramiz va undan qatnashingizdan faqat xursand bo'lamiz. Yana bu mavzu bo'yicha qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, video ostidagi izohlarda qoldiring. Biz keyingi videolarda bu mavzuga Xudo xohlasa yana qaytamiz. Ko'rishguncha.